Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamikos kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, juda ko'pchilik komment yozib qoldiryapti. Al-Fajr loyihasida mana ko'ryapsizlar, joy namozida narxi haqida va bularning sifat haqida so'ragan insonlar juda ko'p bo'ldi. Bugun men o'zim Al-Fajr bilan bog'lanib, mana shu hozir magaziniga, do'koniga kelib turibman. Sizlarga mana shu hozirda joy namozida sifati, narx-navosi hammasini sizlarga tushuntirib beradi akamiz. Kimga agar kerak bo'lsa, bemalol podarkaga ham chiqarib beradi. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga xohlasa dastavka xizmatlari ham bor. Jamikos kanalidan kelsanglar 10% chegirmasi ham bor ekan. Akamiz hozir sizlarga joy namozida sifatini, narx-navosini tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Siz ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Obunachilar juda ko'pchiligi so'radi. Al-Fajrda hozir chiqayotgan joy namozlari, sifati, narx-navosi haqida juda ko'pchilikka qiziq bo'ldi. Shu sababli bugun mana sizlarga mehmon bo'lib turibmiz. Narx-navosi haqida, sifat haqida tushuntirib bersangiz, mana shularni obunachilarga yetkazib bersak. Bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Men Al-Fajr Premium brend kompaniyasini sizlar biladigan Al-Fajr joy namozlari marketing bo'limi rahbari bo'laman. Jamshid akam kelibdilar bugun. Hozir Jamshid akamga joy namozimiz haqida, joy namozimizni nima uchun narxi unaqalik haqida bitta aytib berib o'tamiz. Joy namozimiz o'zi ikki xil bo'ladi bizda. Premium plus joy namozimiz bor. Qo'limda ushlab turgan joy namozimiz premium joy namozimiz, ya'ni orqasi mana zamshli joy namozimiz bo'ladi. Mana yaqinlashtirib ko'rishingiz ham bo'ladi. Orqasi zamshli joy namozimiz. Joy namozimizda ko'proq uch xil teridan foydalanamiz. O'zga tushuntirib qolaman. Ot, buqa, tuya terisidan foydalanamiz. Jamshid aka, mana bu yerda ko'rib turganlaringiz, mana bu uzun teri, buqa terisidan ishlangan. Xuddi shu ko'rib turgan teris mana shu yumshoq holatga kelguncha, bo'shlanish, kimyo tozalanishdan o'tadi. Xuddi shunaqa pok holatga kelguncha o'shlanadi, pulni pok holatdan o'tilinadi. Shunaqa holat keltiriladi. Xuddi shunaqa holat keltirib, har bittasi qo'l mehnati bilan ko'rib turgan choklaringiz, qo'l mehnati har bitta joy namozga bittadan insonning mehnati ketadi. 40 kun mobaynida noldan xuddi shu holatga kelguncha vaqt ketadi joy namozimizni. Bu yoqlari ot terisi, mana bu sizga boya ko'rsatganim, mana kalta terilari ot terisidan bo'ladi. Bu yog'i uzunlari buqa terisidan bo'ladi. Xuddi shunaqa ikki xil teridan kombinatsiya qilinadi joy namozimiz. Juda ko'p joy namozlarda hozir bilsangiz, namoz o'qish vaqtida sajdaga ketganda oyoq izlari, qo'l izlari ko'p joy namozlarda qolib ketadi. Bunda qolmaydi. Xuddi shu muammoga yechim shu joy namoz qilganmiz. Bu tabiiy teridan qilinganligi uchun inson terisi ham surug o'tmaydi yoki buni ham xuddi surug shunaqa ezilib ketmaydi. Даже tukidan ko'tarsa ham bo'ladi, mana. Tukidan ko'tarsa ham bo'ladi. Shu darajada mustahkam qilingan. Umri uzoqroq joy namozimizni. Sifatiga yarasha original teri qilingani uchun sifati uzoqroq bo'ladi. Aynan mana shu muammoga yechim bo'lgan joy namozimiz bor. Keyin joy namozimizni yagona nusxa deymiz, ko'rgan bo'lsa, ko'pchilik ko'rishgan videoda yagona nusxa deymiz. Sababi nimaga? Keling yaqinroqdan oling deb bitta sababini ko'rsatib o'taman. Mana masalan, mana shu joy namozimizni olaylik, mana shu joyni. Bu yoqda ot terisi qo'llanilgan. Ko'rsangiz bo'ladi, har xil oq-qora joylari. Shu teri faqat mana shu hayvonda bo'lgan. Misol uchun atchatga bor, faqat bizda bo'ladi, sizda bo'ladi-yu, hammaniki umuman bir-biriga o'xshamaydi. Xuddi shunaqa teri shu joyda qo'llanilgani uchun yagona nusxa deyiladi. Boshqa joydagi terilar ham boshqa joy namozida xuddi shu joyda uchramaydi. Nimaga unaqa? Chunki teri babi Allohning ne'mati inson qo'li bilan choklarni to'g'rilaymiz, shaklni to'g'rilaymiz inson qo'li bilan, lekin terini to'g'rilay olmaymiz biz. Takrorlab bo'lmagani uchun yagona nusxa deyiladi aka. Insonga o'xshab bu ham yagona nusxa. Ikkita nimada chiqadi, ikki xil nimasi bor. Razmeri bir xil, faqat bularni sifati ham bir xil, faqatgina buni orqasi zamish, buni orqasi kojinli. Kojat, ha. Boyaga yetgan xuddi shunaqa xususiyatlar bunda ham bor. Mana keling ko'rsaylik. Xuddi shunaqa xususiyatlar bunda ham bor. Bu premium plus joy namozimiz. Xuddi shunaqa bunda ham bor. Buni faqat orqasi koja bo'ladi, ya'ni yumshoqroq bo'ladi. Yomg'irli kunlarda ham, boshqa kunlarda ham foydalansa bo'ladi. Joy namozimiz qalinroq, yumshoqroq bo'ladi. Bu ko'proq erkaklarimizga ekan, ko'chada joy namoz anaqa namoz o'qishga kerak bo'lganda bemalol suvda ham o'qib ketaveradi. Bemalol xuddi shunaqa juma paytlarida ham bemalol ko'tarib aniq qilishga ham shu qulay qilingan. Orqasi kojali, ham yopishtirilib aniq qilingan. Osilmay qolmaydi kojasi. Mustahkam qilingan. Tushundim. Keyin narxlariga kelib o'tadigan bo'lsa, narxlarini aytib o'tirsam bo'ladi, menimcha. Narxlari aka, premium plus joy namozimiz $250. Bu $250. $250. Premium orqasi zamshli joy namozimiz $150. Menimcha narxini eshitgandan keyin juda ko'p. Buni o'zi ko'pchilik o'ylashadi, juda ham qimmat, 200, 500, 600 deb o'ylashadi, lekin unaqa emas.
qiymatga nisbatan narxi arzon aka. Xudo xohlasa. Men o'zim ham reklamalarda ko'rdim. Reklamalarda ham juda chiroyli ekan. Hozir o'zim живой ko'ryapman, живой ham juda zo'r ekan. Men qo'limda ushlab ko'ryapman, juda yaxshi nima, sifati ham zo'r, lekin pulga yarasha. Pulga yarasha. Juda ko'pchilik bu reklama bo'lyapti, faqat puli bo'lmaganligi uchun juda ko'pchilik so'rayapti. Ota-onasiga podarka qilaman degan odamlar ham bor-da, ayollarimiz bor, hojonalarimiz bor. Shuni narxi navosini bilib bering degan uchun kelib bugun mana sizlar bilan bugun mehmon bo'lib narx navosi haqida tanishdik. Yana bir narsasi bor ekan, gilamiz ham bor ekan. Agar xohlaganlar bo'lsa 1 kvadrat metri $90 dedi. Shunaqa. $90 ekan. Agar siz uyingiz razmerini o'lchab aytsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, bemalol o'sha uyning razmeriga qarab, sizlar o'sha razmerni tashlab bersanglar, dizayn. Uy dizayni bo'lsa, ya'ni bizga klient aloqaga chiqishsa, shunaqa uy, shunaqa razmer deydigan bo'lsa, biz uy dizaynini ko'ramiz unga. Unga qanaqa shakldagi gilam to'g'ri kelishini, qanaqa variant to'g'ri kelishini ko'rganimizdan keyin, biz o'zimizda variantlarni olib boramiz u yoqqa. Gilamlarni olib borib qo'yib, dizaynga qo'yib, yoqqani o'zlari bilan qiladi. Agar hech qaysi yoqmasa ham bu xizmatimiz bepul, hech qanaqasiga usluga olinmaydi. Bepul bo'lib qoladi shunaqa. Tekin, primerka xizmatimizda tekin borib qo'yib berishlarimiz. Yana bir nusxasi bor ekan, mana buni ham ko'rsatib o'taylik. Bunaqa nusxasi ham bor ekan. Olloda 99 ta ismi tushirilgan. Mana materiallar xuddi shunaqa, sifatlari bir xil sifati. Orqalari ham zamijdan bo'lgan chiroyli ekan. Mana shunaqa nimalari ham bor ekan. Agar kimga kerak bo'lsa, agar padarishni kim olaman desa, uyga bemalol osib qo'ysa, chiroyli ekan. Sifati ham zo'r. Sifat hammasi bir xil. Sifatida hech qanaqa nima yo'q, xatolik yo'q. Bular haqida ham bir ozroq tushuncha berib yorsangiz. Bular aka Alloh 99 ismi bitilgan. Bizning dekorlarimiz. Buni ko'proq mana o'zimizga o'xshab devorlarga osib qo'yib foydalansa bo'ladi. Juda ham chiroyli turadi. Bunda ko'proq qanaqa teridan foydalanadi-ki, bunda yangi tug'ilgan buzoq terisi yoki yosh terilar bo'ladi. O'shandan foydalanadi. Mana ko'rsangiz ham bo'ladi mana bu yerdan. Mana. Juda ham yumshoq teri. O'zi bilinib turadi. Bular ham 100% qo'l mehnati bo'ladi. Amam ismlar bo'lsa, bular lazer yordamida yoziladi. Bu ismlar o'chib ketmaydi. Yo'q, o'chmaydi. Turaveradi. Lazerda yoziladi. Как tatuировkaga o'xshab, o'shani chiroyli qilib yoziladi. Tushunarli. Shunaqa sifatlar aka bunda. Bunda ham xuddi shunaqa qo'l mehnati, buni orqasi zamishli bo'ladi. Orqasi zamish buni ham. Buni har xil razmerlari bor. Bunda katta razmerlari bor. Bularni anaqasi qancha? Puli qancha bo'lardi? Bularning narxi 350-450 $. 350-450 atrofida. Razmeri buni? Razmeri 80 ga 120. Razmeri 80 ga 120. Keyin ko'pchilik mijozlarimizni bizdan sovg'a o'zi ko'proq premium sovg'a bo'lgani uchun, segmentimiz premium bo'lgani uchun, unda qanday hadya qilishadi ko'pchilik. Bularni ham ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Xuddi shunaqa sandiqlarimizda berishsa bo'ladi. O'zi обычный bu padarishni ham bu ichiga solib, padarishni ichiga solib nima qilib beriladi. O'ziniki bilan. Tushunarli. Mana ko'rdinglar, narx navosi bilan ham o'zlaringiz tanishib oldinglar, sifatini, holatini, narxni hammasini sizlarga tushuntirib berdi. Agar kimda-kim olaman desa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar, Jamiko'z kanalidan desalar, sizlarga 10% chegirmasi bilan qilib beradi. Sifatlari, holatlari juda zo'r. Agar kim olaman deydigan bo'lsa, tanlovda adashmaydi. Sababi men o'zim ham reklamalarda ko'rdim. Reklamada endi baribir odam internetda ko'rgandan ko'ra живой ko'rgan boshqacha. Shu sizlarni talablaringga binoan kelib, mana o'zim живой qo'lim bilan ushlab, ko'rib, narx navosini, sifatini, hammasini sizlarga yetkazyapmiz. Iloji boricha agar olmoqchi bo'lgan insonlar, mana hozir o'zlari ham tushuntirib berdi akamizni, sifatini, qanday teridan bo'lishligi, qanday holatda nima bo'lishligi. Undan tashqari juda ko'pchilik so'ragani, namoz o'qiganda, oyoq bosganda, qo'l bosganda, sajdaga borganda juda ko'p joy namozlarida o'sha joylari yotib qoladi va sifatini yo'qotadi. Bu hech qachon sifatini yo'qotmaydi. Buni ham tushuntirib o'tib berib ketdi. Agar kimda-kim olmoqchi bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga bog'lanib, telefonlashib bemalol olishlaringiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, sababi juda ko'p blogerlar joy namozni reklama qildi, faqat narxini reklama qilmadi degan odamlar juda ko'p bo'ldi. Narxini reklama qilmaganligini sababini hozir akamiz o'zi sizlarga tushuntirib beradi. O'zi narx sistemasi bo'yicha o'zi narximizda nimaga aytilmaydi aka? Narx aytiladi. Bizga har bitta aloqaga chiqilgan mijozimizga narx aytiladi aka, shunaqa. Sababi nimaga aytilmaydi? Biz hadya qilgan yoki biz ishlagan videolarimizda joy namozi haqida to'liq 100% informatsiya beramiz. Hozir misol uchun
minut 3 minut bo'lib ketib beradigan informatsiyamiz. Jonomoz bizdan to'liq tushunishguncha hali O'zbekistonda bunaqa narsa yo'q. Ko'pchilik bilmaydi hali bunaqa nima o'zi bu, fatvosi bormi yoki shunaqa narsalarni bilishmagani uchun bizning vaqtimiz yetmaydiki, kontentni narxiga ustuvchiligini tushuntirib bergani. Ha, tushundim. Aynan shuning uchun ham narxlari operator, ya'ni mutaxassislarimiz tomonidan aytiladi. O'shanisi to'g'ri bo'ladi-da. Tushundim. Sababi juda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Masalan, agar telefon qilib bog'langanda joynamozni sifatini so'ramaydi, faqatgina odamlar o'zbek xalqi shu narsaga nima qilib qo'yapti? Faqat puliga qo'yadi. Pulini eshitganda sira telefonni qo'yib qo'yapti. Yo'q, telefonni qilganda, pulini so'raganda kelib, o'zlaringiz живой ko'rib, ana undan keyin baho bersanglar bo'ladi. Juda ko'pchilik telefon qiladi, puli manaqa desa telefonni o'chirib qo'yadi. Yo'q, telefonni o'chirib qo'yishdan oldin kelinglar, живой o'zlaringiz ko'ringlar. Men o'zim mana sizlarni o'sha aytgan gaplaringiz bilan, o'sha o'zlaringiz narx-navosini bilib bering, sifatini bilib bering deganlar uchun mana keldim, ko'ryapman, sifati juda zo'r. Puliga yarasha joynamoz. Ko'pchilik joynamoz oladi, masalan 300 ming, 400 ming, 500 mingga joynamoz olasiz, 2 yildan keyin sifatini yo'qotadi. Sajdaga borganda, joynamoz ustiga chiqqanda hamma joyi yotib qoladi, sifatini yo'qotadi, lekin bu teridan qilingan mahsulot ajoyib, juda chiroyli, sifati ham xohlasa 25 yil, 30 yil nima qilib beradi. Bosgan joylar, namoz o'qigan, sajda qilgan joylar hech qanaqa bosilib qolmaydi. Qanday holatda bo'lsa, 20 yildan keyin ham shu holatda turadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanib, o'zlaringiz kelib ko'rishlaringiz ham mumkin.